Do'stlar, diqqat qiling. Bugungi uchrashuv o'zgacha muhit, o'zgacha atmosfera va o'zgacha qulaylikda o'tadi. Biz doimo eng zo'r maydonlarni gilamga o'xshatganmiz, lekin bugungi uchrashuvda Sonic X jamoasi maydondek gilamlarda harakat qiladi. Ko'rib turganingizdek, ko'plab hujumlar, keskin vaziyatlar, lekin mana shunday jiddiy kurashga qaramasdan gilamdek maydon va maydondek gilamga hech narsa qilmagan.